Qariyb 570 mingdan ortiq ayollar bachadon bo'yni raki bilan hastalanadi va 300 mingdan ortig'i o'lim bilan tugaydi. Endometrial va tuxumdon saratonlaridan keyin turuvchi hozirda global miqyosda tarqalayotgan bachadon bo'yni rakining amalda diagnostikasi haqida qisqa va dalillarga isbotlangan ma'lumotlarni baham ko'rmoqchiman. Hozir kunda ko'plab bemorlarimiz qo'lida MSKT tas a'zolari tekshiruv bilan keladi. Afsuski MSKT bachadon bo'yni raki qo'yishda juda ham sezgirligi va spesifik past tekshiruv hisoblanadi. Shuning uchun MRT va MRT kontrasti hozir kunda oltin standart hisoblanadi. Xo'sh, MRT bachadon bo'yni rakida nimani aniqlaydi? Demak, bu bachadon bo'yni rakining yomon va yaxshi sifatli hosili ekanligini, bundan tashqari uni hujayralik darajasini, ayniqsa DVA rejimida boshqa to'qimalarga o'smaganligini, atrof parametriga tarqalmaganligini va regional limfa tugunlarini kattalashmaganligi va metastazlanish darajasini aniqlashda imkon beradi. WHO, ya'ni Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 2023-yilgi statistikasiga qaraganda, qariyb 570 mingdan ortiq ayollar bachadon bo'yni raki bilan hastalanadi va 300 mingdan ortig'i o'lim bilan tugaydi. Yana bir qiziqarli ma'lumot, 2008-yili Jade Goody, Buyuk Britaniyaning reality show asoschisi 27 yoshida bachadon bo'yni raki bilan tashxis qo'yiladi. O'z vaqtida skrining va pap testlar amalga oshirmagani uchun 6 oydan keyin demak Jade Goody halok bo'ladi. Va shundan keyin Britaniyada ayollarni skrining bachadon bo'yni rakiga tekshirish skriningi 70% gacha ortib ketadi. Xulosa qilib aytganda, Jade Goody 27 yoshda olamdan o'tgan. Siz va siz sevgan ayollar esa umrini saqlab qolishi mumkin. O'z vaqtida ginekologga murojaat qiling va ushbu patologiyani oldini olish uchun harakat qiling. Sizlar bilan doktor Ma'ruf Salohiddinov, diagnostik radiolog, MRT va MSKT mutaxassisi. Nafaqat bachadon bo'yni raki, boshqa organ sistemalaridagi patologiyalarda MRT va MSKT diagnostikasi haqida ilmiy asoslangan tavsiyalar berishga tayyorman. Salomat bo'ling.